Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Bugun o'zim o'ynagani ketdim. O'ynagani ketib, qaytib kelsam bolalar hali ham ishlayapti. Shom bo'lib ketdi. O ekskavatorni butay deb qolibdi. Mana qilib silinderlarni ilib qo'yishdi mana. Mendek qilib ketaysam, hammasi ishlayapti. Bittasi bu yerda. Yana 2-3tasi bu yerda. Mana futulkalar qo'yishyapti ekan. Buni sanligini ham almashtirishdi. Mana o't yoqib olib, o'zi hamma yoq ochiq, nimaga o't yoqishgan bilib ham bo'lmaydi bularda. Bu o'tni nimaga yoqdinglar? Ob-havo isitishyapti ekan. Mana shunaqa gaplar. Mana bizni ishxonamizning ichi. Bu tovuq ham boqamiz kerak bo'lsa, mana temirlarga qo'shib tovuq ham boqamiz deb atay bu paxtadan qilib qo'yganmiz bu yerda. Mana qolgan narsalarga. Bunga e'tibor bermaysizlar o'zi.